Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar jamoati. Mana biz intensivniy bog'da bu 2 yillik bo'lib qoldi. Endigi yildan xudo xolasa nima ham berib qoladi. Mana bu yil o'zi bitta ikkita mo'milari bor. Mana mo'milari bor. Kontrolni deganday. Men hozir bu bog'da sizlarga nimani ko'rsatib bermoqchiman. Biz mana barda o shoxi ish kerak deymiz. O'shani mana qaranglar. Mana shox ilgan yo'q, mana o'zi ele mana ilib qolgan. O'zi ele mana. Luboy mana daraxt olaylik. Mana qaranglar mana. Bunday qarasak mana o'zi ele mana ilib turadi. Mana buni birov ilgan yo'q. Mana ilib ele turadi. Mana ustidagilarni ham qaranglar mana ilib qolgan. Bu emnega onu qum ildik, paket ildik, boshqa narsalar qildik. O'shani quvastik uchun, buni astini 1-2 joy chavish kerak, suvni berish kerak, o'g'itni berish kerak. 50 podkormka bersa, mana bugun 15 mi yo'q 13 va 12 va shunday may. Qaranglar o'zi qancha o'sdi. Почти 1 2 3 qarich 60-70 santimetr o'sibdir. O'shanda yaxshi qaralsa, o'zi ele mana og'iri menen o'zi menda yotib qoladi. O'shaning uchun bir narsalarda ilish kerak yaxshi o'smaganlarga. Atak основной ertagini xudo xolasa mana cho'ptorni o'rib qo'yamiz. No o'rtada yo'q mana cho'ptor. O'shaga men demoqchimanki, yaxshi bog'ilsa mana qaranglar mana. O'zi ilgan. Hali yana 5-10 kun o'sadi. Yana 5-10 kun o'ssa, mana o'zi menda ilib qoladi. Shu hurmatli bog'bonlar jamoati, o'shaga bog'larni yaxshi boqsak, ishda ham hojati yo'q. O'zi ele ilib qoladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. İşleringizga igilik, cho'ntaklaringizga Alloh baraka bersin. Video yoqqan bo'lsa likedan bosasiz, podpiskani unutmaymiz. Bog'ni yaxshi qarab, yaxshi boqsa, xudo xolasa ish ozaveradi. Mana qaranglar. Mana o'zi ele ilib turadi mana. Sog' bo'linglar.